Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oshxonamni afzor qilamiz. Marhamat. Yangi oshxonaga ko'chishdan oldin texnika tanlashda hech ham adashmadim va tanlovda qiynalmadim ham. Sababi shuncha yillik tajribamdan kelib chiqib, avvalgi oshxonamda ham, ya'ni kulinariya studiyamda ham shu Hoffman brendi bilan ishlab kelganman. Duxovkalari, gazlari, vitishkalari juda ham zo'r va ishonchli. Duxovkalarida somsalarim bittada qarsillab o'xshab chiqadi. Piroglarim, biskvitlarim bir qarich bo'lib o'sib chiqadi. Hozirgacha o'quvchilarim ham hayron bo'lishadi. Robiya opa, bitta oddiy duxovkada 3 tadan narsani qanaqa pishirasiz? Bu faqatgina Hoffman duxovkalarida. Hoffman brendini havo tortgichlari oshxonada umuman hid qoldirmaydi. Ko'rgan bo'lsanglar, oshxonamizga zallarimiz ulanib ketgan, lekin shu kungacha biron marta ovqat hidi chiqqan yo'q. Sababi tortgichlari zo'r ishlaydi. Hattoki kofe mashinamni ham Hoffman brendidan tanlaganman. Qanday muzlatgich olsamikan deb o'ylanib o'tirganlar uchun ikkilanmasdan Hoffman brendini muzlatgichlarini sizlarga tavsiya qilaman. Sababi mevalar, sabzavotlarni ham yangidek qilib saqlab beradi.